Salom do'stlar, sizlar bilan Adil Safarman. Xo'sh do'stlar, bugun videomizda biz sizlar bilan faqat eng sekin o'yinchilar bilan o'ynaymiz. Eng sekin futbolchilar bilan o'ynaymiz. Xo'sh do'stlar, bu hozir bu akkauntda ko'rib turganingizdek eng sekinlardan yig'ilgan. Bu yerda hozir Rivaldo, Ronaldo, Arda Güler, Bruno Fernandes, Jude Bellingham, Vitinha, Chalhanoglu, Gabriel Muxaremovich va Luka Modric va oxirida esa darvozabon Courtois. Bular eng sekin o'yinchilar. Rivaldo 83, Ronaldo 79, Arda Güler 77, Fernandes 76, Bellingham 76, Vitinha 76, Chalhanoglu 79, Gabriel 80, Muxaremovich 80, Modric 67, Courtois esa 56. Bulardan eng sekin jamoa yo'q mana shu mening akkauntimda. Shuning uchun bularni eng sekiniga qo'ydim. Bu Irvayni qo'yamiz desak ham u 80, baland, bu uchala yarim himoyachidan ham pozitsiyalar juda ham noto'g'ri qo'yilgan, noto'g'ri tanlangan. Shuning bizga buni farqi yo'q. Bizda eng sekin o'yinchilardan tuzilgan tarkib bo'lsa bo'ldi. Qani bo'lmasa, eng sekin o'yinchilar bilan bitta match o'ynashni boshlaymiz. Alkmaar degan klub bilan o'ynaymiz ekan. Do'stlar, mana bu yerdan aytgancha mana bu qora World Cup hero o'yinchilaridan kimni eshita ochdi? Men 4 ta ochdim, 4tasida ham afsuski tushmadi. Mana sotib o'rgandim 4 ta o'yinchilarda. Hozir bular ketib qolibdi, ya'ni kuni o'tgan, vaqti o'tganligi uchun ketgan do'stlar. Kimga tushgan bo'lsa kommentga yozib qoldiring. Men omadsiz ekanman, shuncha tushmadi. 1225 ta olmos edi, 200 bitta bo'lib qoldi do'stlar. Undan keyin olmosim yana 110 ta bo'lib qoldi, yana yig'dim va 200 bitta qildim. Xo'sh bo'lmasa, ko'p gapirmasdan o'yinni ham boshlaymiz. Walker, Rodriguez, Guardiola qoldi. It's 4-3-3. The white fullbacks have Bo'lsa, o'yinni boshlaymiz do'stlar. O'yinni biz boshladik. Eng sekinlar, mana eng sekinligini ko'rib turibsizlar. O'tgan videoda do'stlar, u adashmasam qani gol do'stlar, deb berilgan hisoblashmoqda chap oyog'ida. O'tgan safargi eng tez o'yinchilarimiz bilan urgan golimiz nechta gol urdi? Adashmasam 10 ta, 11 ta gol urdik. Ular uchun maksimal rekord bo'ldi. Va bu ikkinchisi do'stlar. Ikkinchi qismi desak ham bo'ladi. Xuddi shu mavzu, faqat sekinlari bilan. Cristiano Ronaldo bu yerda 2 yil o'ynadi. Eng sekinlar, eng tezlarga qarshi ko'proq gol ura oladimi? Shu bilan do'stlar. Mana shu videodan keyin Samanuz bilan o'ynayman degandim. Ha do'stlar, Samanuz bilan albatta o'ynayman. 7-iyul yo 8-iyul kuni shu video olinadi do'stlar. Xo'sh, bu yerda Cristiano tezligi yetmaganligi bilinib turibdi. Ronaldoning tezligi 79, reyting esa 83. Arda Güler, Cristianoga pas. Cristiano zarba stol ustiga tegib qaytmoqda. Ronaldodan zo'r to'xtatish, ammo Bartales to'pni ushlab qolmoqda. Xo'sh, bu yerda Luka Modric pas noaniq. Xatolar seriyasi, ular ham xato qilib qoldi raqib jamoa, biz ham xato qildik. Rivaldo to'pni o'zida ushlab qoldi. Zarba va gol. Rivaldo ham gol urmoqda. Hisob 3-0, 28-daqiqa. Xo'sh, bu yerda yana raqib jamoa to'pni o'yinga kiritdi. Bruno Fernandes yaxshigina aldash. Rivaldo, Cristiano Ronaldo zarba va qanday yana ishdan ketmoqda bu. Zarba ancha kuchlilik qildi menimcha. Arda Güler. Arda yo'q. Qoida buzilmoqda. Sekingina qoida buzildi. Arda Güler oyog'i tegib ketgan ekan bu yerda. Arda Güler gol do'stlar. Hisob 4-0 ochilmoqda. Bartalesning o'zini aybi bu. Arda Gülerga pas berib qo'ydi va Arda Güler bundan unumli foydalanib gol urib ketmoqda. Mana xo'sh, ko'rib turganingizdek 33,5 metr va 65 zarbada ochiq farqli gol urib ketmoqda Arda Güler. Mirishdan ham o'z nihoyasiga yetishga 4 sekund qolibdi. Fernandes yo'q, noaniq pas. Arda Güler pressing. Do'stlar, bir shayximiz nihoyasiga yetdi.
Xo'sh do'stlar, ikkinchi taym ham boshlandi. Futbolchilardan eng ko'p charchagan bu Arda Güler bo'libdi va Rivaldo. Arda Güler va Rivaldo ekan bu yerda eng ko'p charchaganlar. Bizga farqi yo'q, ular oxirigacha o'ynaydi. 4 ta gol urgan bo'lsak, 4 tala futbolchiga ham hech kim assist qilmabdi. Yaxshi. Men rekordim 7 ta gol bo'lgan. 7 ta golga ham hech kim assist bermagan. Oldingi o'yinlarda faqat, videosiz o'yinlarda. Xo'sh, Cristiano pressing qilib to'pni olib ketmoqda. Ronaldo bu yerda undan foydalana oladimi? Ronaldo zarba va gol. 5-0. Luka Modricni Federico Valverdega almashtirilyapti. Yo'q, Modric ham oxirigacha o'ynaydi. O'ng qanotda Cristiano Ronaldo. Aytgancha Cristiano davlati Xorvatiyani 2-1 hisobda comeback qilib, Xorvatiyani mundialdan chiqarib yubordi. Gollarda Perisic 53-daqiqada Xorvatiya gol urdi. Undan keyin Cristiano Ronaldo urdi. Va oxirida esa Gonçalo Ramos Rafael assistidan so'ng bosh zarba bilan g'alaba golini kiritib, Jahon chempionatining keyingi yo'llanmasini qo'lga kiritdi. K guruhdan Cristiano Ronaldoning Portugaliya jamoasi va Luis Diazning Kolumbiya jamoasi K guruhdan chiqdi. Bitta shular chiqdi. O'zi ular chiqisharlig'idi. Kongo esa Angliyaga yutqazib, 2-1 hisobida comeback bildirib, mundialni tark etdi. O'zbekiston esa boshida chiqib ketganida 1 ochko bilan. Nima ham deymiz endi, Fabio Cannavaroning o'rniga shu Kapadzen qo'yish kerak edi, lekin afsuski yo'q. Mana do'stlar, 8-0. Cristiano Ronaldo gol urmoqda. Ronaldo jahon chempionatigacha bora oladimi do'stlar? Buni hech kim bilmaydi. Uni hali chorak finalda uni Fransiya kutib turadi. Fransiyaga yengilishi menimcha aniq. Do'stlar, bu yerda hisob 8-0. Eng tez jamoa 11 ta gol urgan edi, adashmasam. Va Arda Güler 2 ta zarba. Bellingham offside menimcha. Offside turgan. Rivaldo va Mbappe deyapti. Almashtirilyapti. Mbappening tezligi bu yerda 95, Rivaldoniki esa 83. Yo'q, biz almashtirmaymiz baribir. Cristiano zarba va yo'q. Arda Güler jarohatlarni boya charchagandi. Buni almashtirmagan edik. Shundan keyin bu jarohatlar. Bellingham hisobni kattalashtirdi. 9-0. Atigi 2 ta gol berdi bizga. Arda Güler pas bermasa bo'lmaydi, bu yerga o'zi yetib bora olmaydi. Ronaldo zarba va gol. Hisob 10-0 kengaymoqda. Menimcha do'stlar yutqazdi. Menimcha bitta gol farqiga. Eng sekin jamoa bitta gol farqiga, eng tez jamoaga yutqazdi do'stlar. Atigi bitta to'p farqiga. Vaqt qo'shib bersa, Cristiano undan foydalanib ketishi mumkin. Ronaldo. Va gol do'stlar. Eng tez jamoaga. It's becoming a bit embarrassing for the opposition here. Yet another goal from this brilliant player. Xo'sh, bu yerda durang natija qayd etilmoqda. Eng tez jamoa va eng sekin jamoa 11-0. 11 ga 11 bo'lmoqda. Cristiano Ronaldo bu yerda jamoani o'z yurtimizda. Xo'sh, bu yerda ikkala jamoa ham teng gol urishdi. Endi shunday qilib do'stlar, bu yerda hozir sovg'alarni olib olamiz. Keyingi videomizda kutib qoling, Samanuz bilan o'yin bo'ladi. Samanuzdan keyingi videoda esa yana eng tez jamoani o'ynatib ko'ramiz yoki eng yangi video chiqaramiz, bo'lmasa umuman boshqacha mavzuda eng zarbasi kuchlilarni o'ynatib ko'ramiz. Bu yerda zarbasi kuchlilarda Valverde kirmaydi, Cristiano kiradi. Cristiano albatta kiradi do'stlar, Haaland kiradi, Mbappe kiradi, yana Kvara kiradi, Vinicius kirishi mumkin. Xo'sh do'stlar, o'sha videoda hammasini bilib olasizlar. Hozir bugungi videomiz mana shulardan iborat edi.
Menga do'stlar mana shu Rivaldo tushdi. Qora o'yinchilardan, special o'yinchilar sizga kim tushganini kommentariyada yozib qoldiring. Men Dream Point'im 65795 ta va akkauntim 51 lik ekan, tangim 13518 ta va olmosim 206 ta ekan. World Cup herolaridan sizlarga kim tushganligini kommentariyada videoni kommentariyasiga yozib qoldiring. Mana shu video tagida YouTube Telegram kanalim silkasini ham yozib qoldiraman. Bemalol qo'shilib olsangiz bo'ladi. Rossiya agentlari haqida hamma xabarlar va videolar tashlanib boradi. Bu siz uchun foydali bo'lishidan umidim bor va do'stlar, bugungi videomiz mana shulardan iborat edi. Telegram videoda mana shu reaksiyalar esingizdan chiqmasin. Like va obuna bosishlar esingizdan chiqmasin. Hammaga xayr, sog' salomat bo'ling do'stlar.